Sizni 40 ga kirgan o'g'iljoningizni xotini xafa qilyaptimi? Topgan pullarini xotiniga tiqishtiryaptimi? 40 dan oshganda alohida yashamoqchimi? Rasvo bo'pti. Bu erkaklik emas. Siz uni nimaga tuqqansiz? Sizni boqish uchun, har doim birinchi o'rinda sizni deyish uchun, bir umr faqat siz uni hayotida mana shu yerda o'tirish uchun. Uni shaxsiy hayoti yo'q, uni qiziqishlari yo'q, uni xotini dafu, unga tengmas. U vobshe rasvo xotin. O'g'lingizga, sizni shunaqa zo'r o'g'lingizga munosib emas. Uni yagona ishi sizni o'g'lingizga xizmatini qilish, sizni xizmatingizni qilish. O'g'lingiz xohlagan paytda siz bilan qoladi. Xohlasangiz xotinning yonida yotish kerak. Siz xohlamasangiz siz bilan yotish kerak. Sizni ruxsatingiz bilan nechta bola tug'ish kerak? Sizni ruxsatingiz bilan dam olgani borish kerak. Sizni hamma topgan pulini sizga olib kelib berish kerak. U hayotida vobshim yashamaslik kerak. Faqat siz maza qilsangiz bo'ldimi? Hayron bo'lmang, hozirgi kunda ham mana shunday fikrlaydigan onalar bor. Va shunday onalarni sinichka, korzinachkalari bitta oilani boshlig'i bo'la olmaydi. Aslida erkakning boshqa vazifasi bor. Bitta vazifasi o'g'il bo'lish bo'lsa, ikkinchi vazifasi o'zi yaratgan oilani boshlig'i bo'lish. Qanaqa qilib boshliq bo'ladi? Agar ona har doim uni shaxsiy hayotiga aralashib tursa, hattoki pastelini poylab tursa, bor shunaqa onalar, yo'q demang. Aynan shunaqa onalar hozir meni yeb tashlashini ham bilaman. O'g'lim erkak bo'lsin, o'zini hayoti bilan yashasin, maza qilib, o'zini oilasini davrini sursin desangiz, mana shu odatingizni to'xtating. O'g'lingiz sizni shaxsiy mulkingiz emas. O'ylagan kuningizdan boshlab u yana bitta oilani, yana bitta davlatni boshliq